Hozir erimdan pul so'radim. Adasi 100 ming pul berib turing deb. Ho, 100 ming nima qilasiz deydilar. 100 ming nima qilsammikin deb boshim rosa qotyapti. Ikkita uchta kvartira olib ijaraga qo'yib qo'ysammikin, oyiga 300-400 dollardan qilib. Dahshat foyda, to'g'rimi? Yoki yo'q pravamga mashina olib minib olsammikin, nima deysizlar? Ja bo'lmaganda Sharm-Sheyxga borib bir hafta 10 kunmi dam olib kelsammikin? Qolganiga qaytayotganda Turkiyaga qaytib ani ko'rib qo'ygan brendlarimni olib kelsammikin? Nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Sizlar nima qilasiz 100 ming pulni? Hozir erimdan pul so'radim. Adasi 100 ming pul berib turing deb. Ho, 100 ming nima qilasiz deydilar. 100 ming nima qilsammikin deb boshim rosa qotyapti. Ikkita uchta kvartira olib ijaraga qo'yib qo'ysammikin, oyiga 300-400 dollardan qilib. Dahshat foyda, to'g'rimi? Yoki yo'q pravamga mashina olib minib olsammikin, nima deysizlar? Ja bo'lmaganda Sharm-Sheyxga borib bir hafta 10 kunmi dam olib kelsammikin? Qolganiga qaytayotganda Turkiyaga qaytib ani ko'rib qo'ygan brendlarimni olib kelsammikin? Nima deysizlar? Kommentariyaga yozinglar. Sizlar nima qilasiz 100 ming pulni? Hozir erimdan pul so'radim. Adasi 100 ming pul